Duha namozi ko'pchilikga ma'lum, ishroq namozi yoki bizda choshgoh namozi ham deyiladi. Bu namoz quyosh chiqishidan 10 minut o'tkazib, peshingacha o'qiladi. Biroz kunni isivoguncha kutib keyin o'qisa yanada yaxshiroq. Chunki hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar, avvabillarning namozi tuyachalarning oyog'i kuya boshlaydigan paytdir deganlar. Ya'ni soat 9, 10, 11larda o'qilsa yaxshi. Duha namozini hukmida ulamolar sunnat deyishgan. Ko'p hadislarda targ'ib qilingan namozlardan, hattoki musofirni haqida ham ulamolar mustahab deyishgan. Necha rakat o'qiladi duha namozi? Eng ozi 2 rakat o'qiladi. Keyin xohlasa 4 rakat, 6 rakat, hatto 8 rakatgacha ziyoda qilsa bo'ladi. Hammasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan kelgan. Hatto Hanafiy mazhabida eng ko'pi 12 rakatgacha ham deyilgan. Qanday o'qiladi bu namoz? 2 rakat, 2 rakat qilib o'qiladi. Yoki peshin namoziga o'xshatib o'qisa ham bo'ladi. Tashahhudda o'tirib turib ketishlik bilan. Yoki ikkinchi rakatda o'tirmasdan bitta salom bilan o'qisa ham bo'ladi. Duha namozini fazilati haqida ko'p sahih hadislar kelgan. Shulardan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqa." Ya'ni inson har tongda uyg'onganda unga har bir bo'g'imi uchun, so'ylari, qo'l-oyoq, umumiy 365 ta bo'g'imlari uchun sadaqa vojib bo'ladi deganlar. Keyin aytadilarki, subhanalloh deyishliging bir sadaqa, alhamdulillah deyishing bir sadaqa, la ilaha illalloh deyishing bir sadaqa, Allohu akbar bir sadaqa, yaxshilikka buyurishing sadaqa, yomonlikdan qaytarishing sadaqa deb oxirida aytadilarki, kim 2 rakat duha namozini o'qisa, o'sha tanasidagi bo'g'imlari uchun sadaqa bo'lishiga yetarli kifoyadir deganlar. Va yana duha namozi avvabillarning namozi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "La yuhafizu ala salati duha illa awwab, va hiya salatul awwabin." Duha namoziga avvab bo'lgan insonlargina muhofaza qilishadi dedilar. U avvabillarning namozidir deganlar. Avvabillar ya'ni Allohga ko'p qaytuvchi degani. Avvab degani Allohga ko'p tavba qilib qaytadigan, u zotni ibodatiga doimiy bo'lgan kishi degani. Yana sahih hadislardan Alloh taolo aytadiki: "Ya ibn Adam, irka'li min awwalin nahari 4 rak'atin akfika akhirahu." Ey odam farzandi, agar sen kuningni boshida menga 4 rakat namoz o'qisang, men kuningni oxirigacha hamma ishlaringni o'zim kifoyalab qo'yaman deydi. Ya'ni seni muhim ishlaringni, tashvishlaringni, muammolaringni o'zim kifoya qilaman, yo'lingni oson qilaman deydi. Alloh taolo bu fazilatlarga hammamizni yetkazsin. Amin. Yana muhim bir masaladan bu duha namozini qazosi o'qiladimi? Bu masalada ulamolar ixtilof qilishgan. Hanafiy mazhabida qazosi o'talmaydi. Ba'zi ulamolar qazosini o'tab qo'yish kerak ham deyshadi. Ba'zilar ixtiyor o'zida deyishgan. Lekin qazosini o'qisa albatta bu eng yaxshisi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar, kim bir namozdan uxlab qolsa, esdan chiqarsa, uyg'onganda yoki esiga tushganda o'qib olsin deganlar. Buni ulamolarimiz farz namozlar haqida deyishgan bo'lsa ham, lekin hadisning umumiy ma'nosiga ko'ra qazosini o'tab qo'yish mustahabdir. Allohu a'lam. Oxirgi masala duha namozi haqida xalq orasida yuradigan to'qima, zaif hadislar bor. Buni bilib olishimiz kerak. Ogoh bo'lishimiz uchun va boshqalarni ham ogohlantirishimiz uchun. Shulardan kelishi bo'yicha man dawama ala salati duha va lam yaqta'ha min illatin kuntu ana wa hu fil jannati fi zawraqin min nurin fi bahrin min nurin hatta nazura robbil alamin. Ma'nosi, kim duha namozini doimiy o'qisa, uni hech qanaqa bir uzr sababli tark qilmasa, men bilan birga u jannatda nurdan bo'lgan qayiqda, nurdan bo'lgan dengizda bo'ladi. Hatta nazur robbil alamin, to o'sha olamlarni Robbisiga yo'liqqunimizcha, u zotni ziyorat qilgunimizcha degan ma'nodagi hadis. Va yana jannatda duha deb ataladigan darvoza, eshik bor. Kim duha namozini o'qisa, qiyomatda jannat uni sog'inib chaqiradi. Hatto duha namozi oldiga kelib jannatga olib kirib ketadi. Bu ham to'qima. Yana 3 narsa menga farz qilingan, sizlarga esa nafildir. Vitr namozi, qurbonlik va duha namozi deb kelgan hadis. Va yana kim duha namozini muntazam o'qisa, uning gunohlari kechiriladi, hatto ular dengiz ko'pigidek bo'lsa ham deyilgani. Yana kim bir yil davomida duha namozini doimiy o'qib yursa, Alloh unga do'zaxdan qutulish yozadi, najot beradi degan ma'nodagi hadis. Va yana kim duha namozini ba'zida tark qilib odatini uzib qo'ysa, u ko'r bo'ladi
deyilgan hadis. Endi bular demak, bular hammasi zaif, asli yo'q, to'qima hadislar. Bularni hech qanaqa biror bir joyda dalil qilib ishlatib ham bo'lmaydi va amal qilish sifatida ham demak ishlatib bo'lmaydi. Allohu a'lam. Alloh taolo bu yo'qolib borayotgan sunnatni, duha namozini ihyo qilishimizni, tiriltirishimizni hammamizga nasib qilsin.